Yaqinda Savdo-sanoat palatasi boshchiligida Davron aka Vahobov borlar. Shu kishining boshchiligida Iroqdan 160 ta tadbirkor keldi. Ular hammasi maqsadi biron narsa sotib olish. Ana imkoniyat. Borib izlamayapsiz tadbirkorlarni, kimga nima sotay deb. U kishi Davron Vahobov o'zlari olib kelyaptilar. Hammani oldiga, Toshkentga, Samarqandga, mana sizlarga imkoniyat, mana tadbirkorlar, mahsulotlaringizni sotinglar, kelishinglar, gaplashinglar deb. Bizga hozir bunaqa nima imkoniyat juda ham ko'p. Avvallari bunaqa yurdi. Men bir paytlar juda ham ko'p mijoz izlab yurardim. Har qayerda men shu O'zbekistonda o'zimizning sohamiz bo'yicha juda ham ko'p kishini oldiga borgan. Juda ham ko'p joyni bilaman. Kim nima ishlab chiqaradi bizning sohamizga. Hammasiga bitta telefon qilganman, yo ishxonasiga borgan, kimdir qabul qilmagan, kimdir javobini aytaman degan, javobini aytmagan. Ular navorot menga foydali bo'lgan. Qancha mendan mahsulot olishmagan, men shuncha harakat qilib, shuncha mijozlarni to'plagan. Shu o'zimizning sohamizda ko'p joyda hamkorlarimiz bor, ular bilan men ishlashaman. Ular ham shu menga o'xshagan odam, kiradi, boshqa zavodlarga mahsulot sotadi. Bir-birimizga menga biron narsa kerak bo'lsa, undan olaman, unga biron narsa kerak bo'lsa, mendan oladi. Shunaqa. Bizning bozorimiz faqat O'zbekiston emas.